Dupleks xonadon sevuvchilar uchun 3 xonali 90 kvadrat metr plus 16 kvadrat balkoni xonadonimizda Yakkasaroy tumani Sag'arisda joylashgan. O'zingizlar zal qismini ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli remontda bitgan. Xo'p, birinchi qavatida qaranglar. Xo'p, bitta mehmonxona, oshxona qilingan ekan. Oshxonani ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli oppoqqina va o'zini razishma eshiklari bilan ajratilgan ovqat hidi chiqmasligi uchun. Va balkonimizni ko'rishingiz mumkin. Mana uzun balkon joylashgan. Ikkinchi qavatga chiqish zinamiz. Chiqishimiz bilan bizani mana shunaqa koridor kutib oladi. Birinchi kattalar yotoqxonasi joylashgan. Juda ham chiroyli. Mebellari tayyor va bunaqa panoramli oynalar qo'yilgan ekan. Bu yerda bolalar yotoqxonasi. Bu xona orqali ham balkonga chiqsa bo'ladi. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Hop, hamma xonada havo aylanish ventilyatsiyasi bor ekan. Bu yerda yana bitta sanuzarimiz bor. Pastda hojatxona bor edi. Uyimizning narxi $107 ming so'ralyapti. Kelishadigan joylari bor. 9-10 qavatda joylashgan 10 qavatli bino, 3 xonali 90 kvadrat metr.